Hey, siz Qosimning nimasi bo'lasiz? Men uning xotini. Tom ikki o'rmichichi qaq pachiqaga tushadigan chiroyli cho'kan ekan. Bundan keyin yuzimni qanday ko'tarib yuraman? Agarda men utib olsam, xotiningdan o'tsam, qanday? Har qaysing bu yerga onangni erga bagil kelishdingmi? Seyit begi menga igichi singlig'ini opirib so'labdi. Men hargiz bormayman. Xotinimni o'zimga qo'yinchi nima qil? Unda qilma. Voy shimg'ina va og'zingni bir tepma beka. Hozirga kelgicha Qosim oxundan boshqa arzatiga ko'nglimning peshini tutqizib baxmadim. Bichora nafasim qopdi. Gelmeysin. Bu şeyde kalırsın. Ondan kımlarla. Qemarg'a tikilgan xotin. Oyshem İsmail tabassum. 11-qism. Namancho'liqning sarayı. Seyitboy Zivarnisoni utib olgandan keyin Namancho'liq tugishib ketdi. Mijozi ilgirkidan chus. Gap so'zlar burunqidan qo'pol bo'lib ketganning ustiga maylilo deb o'tkazvarsimi bo'ladigan kichikkina ishlarga olamchi chechaladigan. Sarayning hisobotini burunqidek hisobchiga tashlab qo'yib, haftada bir qitim pul yig'adigan odatini o'zgartib, hamma ishning beshida o'zi turadigan. Bir tiyinni uyan buyan qilmay hisob oladigan bo'lib oldi. Shu ish yuz bergandan keyin Osman Kosa uning bo'lakchi sat ko'rinadi. O'rniga boshqa odam qo'yay desa, yillardan beri uni tarbiyalab, hamma ishlarni o'rgatib bo'lganda uni qo'ldan chiqarg'usi yo'q edi. Yana kelib qamoqxonaning ishlarini qo'lga ola oladigan uningdimi muvofiq bir rasmi yo'q edi. Shunga u bu o'shmanligiga tishini tishlab chidashga majbur edi. Namancho'liqning yana bir o'ch odami Seyitboy bo'lib, Zivarnisoni utib olgandan keyin ikkisining og'indarchiligiga dast ketdi. Gerçi Seyitboy onunla hech nima demagan, hech qanday yot muomalada bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin Namancho'liq o'zi ichida Seyitboydan yomonlab qolgan edi. Toki mo'sh kunga kelguncha eliqi kundagi jidal va kutilmagan ishlarni Seyitboy qildi deb qarab, bu ishning tegi-taktini surishtirishdan voz kechmagan edi. Namancho'liq Osman Kosaga topshiribmi, boshqa chaparmanlarga o'rinlashtiribmi, eliqi kunidagi masalaning kim ekanligi, nadin kelib nima vajidan jidal chiqarib, ya'ni nima bo'lib yer yutqandakli g'oyib bo'lib qayerga ketganligini bilolmadi. Qo'lidan kelmaydigan ishi yo'q Namancho'liq mush ishga kelganda hech nima qilolmay qarab qolganiga. Texi Seyitboyning tap totmay bir qadam oldida menib, o'z ko'zicha Zivarnisoni utib olib, xuddi Namancho'liqni ko'zga ilmagandek yurtga osh tortib, Zivarnisoni kichik og'chilikqa og'iniga ich pushatdi. O'ylisila saproyi o'rlab judum bo'latdi. Shundaq chog'larda da'dini bechora mulozimlardan, ishlamchi yilliqchilardan, oshpizi va Osman Kosidan chiqarib, kimni urg'iz kelsa urib, tillig'iz kelsa bekodilla tillab ko'krab ketadi. Ishlar shundaq bo'lg'achqa, qamoqxonaning ishlari bora-bora pasayib qilib, sarayning savdo-sig'imi ta'sir etdi. Pul topadigan yo'llari bag'on sira tariyib berayotgan Namancho'liq bularning hammasini yanala Seyitboydan ko'rib, epikasi onundan o'ch elishni, Zivarnisoni Seyitboyning amridagi vaqtida bir qitim bo'lsin xotin qilib, g'ururini yerga urishning qandoq bo'ladiganligini, ko'zga ilmoslikning ta'mini uningga ravorus tetitib qo'yishni ko'ngliga tukib, har vaqt fursat izlab yuradigan bo'lib qoldi. Seyitboy bo'lsa Namancho'liqning o'z ko'nglida so'qib yurgan pelallardan bexabar oldi. Fursat topsa bir kunlari Namancho'liqqa cho'ng dasturxon selib, apu so'rab, og'indarchiligini asliga keltirishning ko'ydi yuratdi. Onasining yetti nazari berilgan kuni Seyitboy Zivarniso bilan Abbosni elib ketgandan keyin
Qasım Polko'z o'yli ichida doq yerda yotgan peti saq bir kun yig'ladi. Hech kimning uning bilan kori bo'lmadi. Kori bo'g'dak bu uyda uningdan boshqa hech bir odam qolmagan edi. O yer totilab qamollagancha shu peti yig'lab yetib uxlab qolib, yana uyg'onib shu yerda yig'lab yetiverdi. Bir chaqda Havzixon chiqib darvoza yo'chiqidan mondoqla qarab beqib, Seyitboyning xizmatkori Latiyib bilan chigib qo'ygan tengaqni elib etib, yana uyga kirib ketdi. Kash kirib tong otdi. Qasım Polko'z shu yotgan yerda yetiverdi. Kichiklar tiqistisa, xuddi kichik boladek joyida o'ltirib, chaqirtib qo'yib berdi. Necha kundan tuzuk bir narsa yemagan Qasım Polko'zning qo'zqi ichib ko'kirib ketgan bo'lsa-mu, uyga kirib bir narsa yevilish xiyoliga mukammaydi. Bu turqida uni ko'ganlar ishkilanmayla cho'qim aqlidan odishib qoldi deb sog'idek darajada tugishib ketgan Qasım Polko'zning butkul turqi vayronala edi. Havzixon yana chiqib qarab boqdi. Qasım Polko'z uning darvoza oldiga kelganligini tuyib, o'zi tunugun tushdan keyin beri necha qitim yenig'ila chiqagan suydikini purab, yerga choplashib yetiverdi. Havzixon uningga yerginish nazarda olib qo'yib, yana uyiga kirib ketdi. Shunda qaytib yana uxlab qolgan Qasım Polko'z tushida onasini ko'rdi. To'xtagan mo'may bo'ynini qisib yosh to'kkanicha darvoza oldidagi sugat ko'tikida o'ltiradi. Uning qo'lida 2 tuxum, bir dona ko'mach bor bo'lib, yo o'zi yemay, yo o'g'liga bermay, yog'liqining uchida ko'z yishini surtganicha yig'lab o'ltirgan edi. Qasım Polko'z yaqin kelib, onasining qo'lidagi tuxum bilan ko'machni olmoqchi bo'ldi. Untekin studiyasi. Shu chog'da havo guldirlab, chaqmoq chiqib, atrofni qop-qora tuman qoplab, bo'ron huvlashga boshladi. U qo'rqib onasining quchqig'iga beshini qo'yib o'ltirmoqchi bo'ldi. Onasi bir chiqirgancha qop-qora deviga aylanib, o'g'lini yavitish uchun xiris qilishga boshladi. U texmi qo'rqib ketdi. Kayniga burilib qochay deb turishiga onasi turgan tarafdan Zivarniso bilan Abbosning yig'i ovozi anglandi. U chippada to'xtab, yana kayniga burildi. Ko'rdiki, Zivarniso to'limi ojiz, jonsiz basti bilan kasaljon onasini ko'tarib, Abbosni haposh qilib o'ri turadi. Zivarniso yig'laydi. Ko'zidan yosh emas, qon tomchiydi. Abbos yig'laydi. Yig'lig'ach onasining mo'risidan tishlab, bir tishlamdan choynab yavatadi. Onasi to'xtagan mo'may yig'laydi. Her bir silkinishida eg'izdan o't yolqini purqib, unsiz nola qilib yig'laydi. Qasım Polko'z tushidan cho'chib uyg'ondi. U ko'rgan tushini qayta eslab, onasining o'zini qag'avatganligini, Zivarnisoning beshiga kelgan mushkulotlardan, jafo mushaqqatlardan qon yig'ilganligini, o'g'li Abbosning Zivarnisoning mag'durini quritayotganligini tushundi. Shularni o'ylab birdilla sagaklashgan Qasım Polko'z tunji qitim qilmishlariga qattiq pushaymon qildi. Buningdan burun xato qilayotganligini, unda qisib bo'lmaydiganligini biladi. Biroq bir qitim kattiroq, cho'ngroq utvilib, qimovozlar orasida inovat tiklib olib, ondan bu ishdan qo'l uzmoqchi bo'ladi. Qirishqandek har qitimda udulliq uttiradi-yu, faqatla kattiroq, cho'ngroq utib boqmagan edi. Mana endi yo'qolan havasning, behuda qiziqishning, saron ko'ngilning kayniga kirib mushkunga qolganligini, Guldak oilasini so'rib tugatganini, aslida Qimoning oyog'i quruq ish ekanligini, burroq kallasini ishlatib uningdan qo'l uzgan bo'lsa, oilasimi bugünkidek olg'a tushib qolmaydiganligini, ota-onasining xudini bilan o'g'lining shu topda o'z yanida bo'ladiganligini ming bir pushaymonlar bilan haqiqiy to'nib yetdi. U o'rnidan dast turib ketdi. Och qo'saq beti xeli uzun shu holatda yotqachqa o'rnidan turishig'ilab pirrida besh qiyib yiqilib tushgili tas qoldi.
u bor kuchini yig'ib ayvonga kirdi hamda Seyitboy qoldirib ketgan oq non, navot, quruq uzum, yangoq, tunugun qo'shnilarga rahmat aytish yuzasidan atgan Qosim Polko'zni yesin deb olib qo'ygan bir toboq poloni ko'rdi. Havo issiq bo'lg'achqa polo buzilib ichib qolgan edi. Ustiga besilgan mushtumchilik go'sh ustida chivillar g'ildishib uchib yuradi. U pologa besilgan go'shni elib, ochiq turgan eshikdan talog'i qaratib otdi. Ondan obdolli ichib qolgan poloni o'chimlab elib yeyishga boshladi. Usti shamolda qaytib, osti ichib qolgan polo uning geliga turib qolib, ko'zlari chakchiyib chinqilib ketdi va darrov chaynakdagi sovib qirtiq bo'lib qolgan choydan ichib, geliga turib qolgan oshni qiynalib turib, ming taslikka yutdi. Ichib qolgan polo bilan qo'sqini to'qlagan Qosim Polko'z Seyitboyning mahallasiga qarab piyoda yo'l oldi. Onun o'zini izlab keladiganligini oldin pamlagan Seyitboy darvoza sirtiga odam o'g'irlashtirib, agar Qosim Polko'z kelgidek bo'lsa darhol o'ziga xabar qilishni, uning kelganligini Zivarnisodan qat'iy sir tutishni topilgan bo'lsa-mu, biroq buncha tez keladi deb xiyolligimni keltirmagan edi. Xabarchi Qosim Polko'zni darvoza sirtida turg'izib qo'yib, darvozani ishidan etib, o'zi xabar yetkazgili kirib ketdi. Azaldan kunduzi taqilib boqmagan darvoza mushu ishlar tufayli necha kundan beri izchil taqoq edi. Seyitboy odatiga yo'talda tunji qitim mehmonni uyga boshlamay, juvozxonasiga boshlab chiqdi. Qosim Polko'z Zivarniso bilan ko'rishiman deb g'alva qilib jidal chiqarmoqchi bo'lib edi. Birdamdala eshik to'da 4-5 chumoqchi paydo bo'lib qoldi va uni dastlab chaylib etadigandak alpozda surilib qarab turishardi. Ularning bir peshvosiga tankilanmaydiganligiga ko'zi yetgan Qosim Polko'z masalani chiroyli so'zlashib hal qilish. Agar so'zlashib hal qilg'ili bo'lmasa, yolvorib yig'lab turib olishni ko'ngliga pukib, yuvoshlik bilan Seyitboyning kaynidan mangdi. Juvozxona qo'roqdan 50 metr yiroqlikdagi zig'ir zog'un etisining beshida bo'lib, bu etizlarning hammasi Seyitboyning edi. Seyitboy o'zlari terigan zig'ir zog'unlarni yig'ib, juvozxonasiga opirib may tortib, har haftaning payshanba kuni qiziydigan bozorga opirib pul qilatdi. Bu ishlar bozor savdo ishlariga mas'ul xo'jadorning boshqarishida elib beriladigan bo'lib, Seyitboy oyda bir qitim boshqa hisobotlarga qo'shib, juvozxonaning hisobotini ko'rib o'tkazib oladi. Shunday bo'lganda bir yoz terigan zig'ir zog'unning meni yil bo'yi setib, kelar yili yangi zig'ir zog'un chiqadigan chaqqichi yetadi. Ular qonsiq may purab turgan juvozxona hovlisiga kirib, talboran ostidagi kot supaga kelib o'ltirishdi. Qosim Polko'z ko'z qirdi Seyitboyga qaradi. Uning to'limi tamkin o'ltirganligini, chiroyida hech qanday o'zgarish bo'lmaganligini ko'rib, ko'ngli bir oz tindi va aymiribgina gap ochdi. Boyaka, men bola bilan Zivarnisoni ep ketaymikin deb kelgan. Nemishqa? Gapning beshi chiqmasdilla Seyitboyning kutmaganda so'rgan bu savoli Qosim Polko'zning beshiga tosh otgandek tuyuldi. U g'ozirda kichik ko'zlarini metildatib, Seyitboyga qaytadan qaradi va zo'rg'a hijib dedi. Nemishqa deganmi gapmi? O'zimning bolasi, o'zimning xotini ep ketishim kerak-da. To'g'ri. O'zingning bolasi. Lekin o'zingning xotini emas. Unutib qolmagan bo'lsang, sen Zivarnisoni qimog'i tikib menga o'tirib aytgan. Bu haqda o'tirimizda tilxatma bor. Sen tilxatga imzo qo'yib, barmoqingni bosgan kundan boshlab, Zivarniso sening emas, mening xotinim bo'lgan. Boyaka, unda ko'zi kichiklik qilmaydigansan-a? Shu bir qo'l qimarg'un aytdi. Qiziqchilikda mundaqla o'ynab qo'ygan nima u? Qaysi qiziqchilikda? Ha? Qaysi qiziqchilikda? O ishlarga butun mahalla ahli guvoh bo'la oladi. Xabaring bor sening.
Navada o'ttirimizdagi to'xtam kuchga ega bo'lmagan bo'lsa, Yamoldikilar allaqachon bu ishga aralashib bo'lgan bo'ladi. Gap tamom. Beka avvar bo'lib mening turmushimni bozaman dema Afka. Zivar Nisoni sana hargiz qaytarib bermayman. Agarda balani ep ketgan bo'lsa, avval boshqadan o'ylangin. O'yinga xotin, balani boqqudek ayol paydo bo'lganda, men o'zim avatib beraman emasmi? Hozir bo'lsa maqamaysan. Agar shu balani qiymoqqa tikib o'tirib olsam, bechora onasi qandoq qiladi? Ha? Bu gapni anglagan Qosim Polko'z g'iqqidi bo'lib qoldi. Seyitboy uni haqiqatan yomon yerda qistigan edi. Onala yog'liq qapoq qomini yog'liq qapoq deb beka etmagan. Xotinini o'ttirib ekan, bolasini o'ttirmaydi deb kim hudda qila oladi? Lekin shu topda Qosim Polko'zning chin ko'ngildan pushaymon qilganligini, qiymoqdan qo'l uzishga mangulik ahd qilganligini, Zivar Niso bilan balani qaytirib kelalaydiganlar bo'lsa, boshqalarga kunlik ma'dikor ishlab bo'lsa-mu, oilasini qayta qurib chiqishga bel bog'laganligini kimmi tushuna, kimmi ishina, ha? Chinim aka, insonchilikda ozmaydigan kim bor? Bir qitim ezibdiman. Buningdan keyin ezib emasman. Ota-onamning haqida qasam qilayki, men odam bo'ldim. Endi o'sha qimor degan narsigami, al og'ini degan marazlargami qattiqlik yaqin yo'lamayman. Obdan aka, bosh ko'zingning sadiqasi bo'lib ketay chiroyli aka. Bola bilan Zivarni menga qaytirib bersam. Qosim Polko'z gapini davomlashtirolmay, o'ngrab yig'lab atdi. Seyitboyning o'rniga ichi og'irdi. Lekin qandoqli qilsa, Zivar Nisoni o'rniga qaytirib bersa bo'lmaydi. Birinchidan Seyitboyning Zivar Nisoga ko'ngli tushib qolgan. Ikkinchidan, agar ma'qul bo'lib Zivar Nisoni o'rniga qaytirib berib qolsa, Namancho'liq yana har amallarni ishlatib, Qosim Polko'zni yo'ldan chiqaratdi. Yaxshi yomon vositalarning hammani ishlatib bo'lsa-mu, Zivar Nisoni o'zining qilib olmay qo'ymaydi. 10 yildan ortiq og'ini bo'lib o'tish jarayonida Seyitboy Namancho'liqning qo'y-paylini to'liq bilib ketgan. Ko'zi tushdimi, mushu dunyoda bog'li bo'lsa, har qanday narsa uning ilkiga o'tmay mumkin emas. Qalaman dedim-u, necha odamning jonini qurbon qilib bo'lsa-mu, deganini qilmay qo'ymaydi. Shunga Zivar Nisoni qo'g'dashning birdan-bir yo'li shundoqla ko'nglida baq surayotgan muhabbat g'unchillarini judonga so'qtirmaslik uchun Zivar Nisoni Qosim Polko'zga hargiz qaytirib bermaslik kerak. Shularni o'ylab bir qarorga kelgan Seyitboy Qosim Polko'zni boshqacha yo'l bilan besiq turish qaroriga keldi va qisqani o'ylanib olgandan keyin ig'iz ochdi. Zivar Nisoni ep ketaman desang ma'qul. Lekin hozir emas. Ota-onadan qolgan uyni sotmaysan. Uy ichidagi hamma narsa shu pit turdi. Sen faqat men boshda tilxat bitganda sana bergan kala qo'ylarni setib, shuning pulini aylantirib savdo qilib, puli 5000 tangaga yetganda, shuning 3000 ni akelib, Zivar Nisoga almashtirib ep kelsang bo'ladi. Qolgan 2000 tangani yo'rg'ilatib savdo qilib, oilangni boqsan. Ammo shu chog'da bergan 5 tuyoq kaladan birini 10 tuyoq qo'ydan 2ni o'ltirib, onaning meyitini uzatdik, nazarini qildik. Qolganlarni senda elishi bola ep ketib bo'ldi. Hozir 1 tuyoq kala bilan 4 tuyoq qo'y qolganning gapi bor. Ularni texi qo'shnolar havzixonacha beqib qo'yib etibdi. Necha vaqtdan beri japoyonlarni tatqinining hurmati uchun shu ayolga qo'ydim birni bergan. Qolganini setib tijorat qilasan. Kala qo'y elib satsangmi, boshqa tijorat qilsangmi mayli. Faqat o'z kuchingga taynibla pulni ko'paytsan. Ammo
Qimog'i yo'liqishga ruxsat yo'q. Uyingni setishga ruxsat yo'q. Men bilibli qoladigan bo'lsam, Zivarniso bilan balani qaytirib berish u yoqda tursin. Ikki qo'lini chanib etaman. Seyitboy gepining oxirini to'limi urg'uliq, jaronliq aytdi. Bu chaqda Seyitboy Qosim Polko'zning ko'ziga har qanday chaqdagidan surlik, qo'rqinchli ko'rinib ketdi. U o'ylanib qoldi. Ish bu yerga yetganda mush gapga ma'qul bo'lmaymi amali yo'q edi. O'ktamlik qilib mush ko'tiray desa, hozir shexchilik turqi bilan Seyitboyning beqinida qarishib turgan 6-5 qori ko'zga hargiz tankilanmaydi. Davomliq yig'lab yolvuray desa, boy yig'lab yolvurg'ini mo'shunchilik payladi. Hamda Seyitboyning maslahatiga ko'nmasa, bu odam ochchig'ida gapidan yenib olib, o'lib basimo Zivarnisoni qaytirib bermaslikda ching turib olsa, bunimi yo'q degili bo'lmaydi.